Bemorimizda 2,5 yosh, ota-ona shikoyati. Mana shu joydagi yara bitmaslikka. Buni yara sabab mana bu yerda tug'ma, quloq old tug'ma oqmasi bor, mana bu teshigi bor. O'sha yerda infeksiya kirib, ichkarida katta kapsulasi bor bu, ya'ni qopchasi bor. O'sha yerda infeksiya teriga beryapti. Inshaalloh hozir buni plastik qilib olib tashlaymiz va plastik chop qo'yib, yarani xolos qilamiz. Operatsiyamizni yakunladik. Juda ham murakkab bo'ldi operatsiyamiz. Ko'rishinglar mumkin. Qaranglar qanaqa. Qot terisi yo'q edi, ya'ni nekroz edi. Olib tashladik. Yo'ldan kirib borib, tegidan oldik va qaranglar qanaqa chop qo'ydik, nechta. Adashmasam 20 ta yaqin chop qo'yildi. Ichiga ham chop qo'yilgan. Qashqasini o'zi xohlasa 15 tadan oshgan. Inshaalloh buni operatsiyaga ham ulashamiz.